Ana shu videoyimizni sразу Davron aka degan ustaga tashlab qo'yasizlar. Nimaga bunaqa turganimni hozir aytib o'taman. Mana shu sokelimiz patentlangan. Kelar, seryozni aytyapman. Kelinglar, endi men sizlarga to'liq arzonni qilib berishga harakat qilaman. Operatorimizdan so'rab qolamiz, bitta kurukli fasonda ovorishsin. Chiroyliligini qaranglar, kelar. 0 dan pulunch qoppog'igacha 70 santiga to'g'ri kelyapti. 0 ni qaranglar, kelar, chiroyli holatda. Endi buni mana terish jarayoniga ahamiyat berib qo'yasizlar. Chaqlangan holatda yangi ideya berib, qalamcha tashlab ketishgan. Uning ustiga har bitta chokidan kile oqib qolmasligi uchun kantlangan, chaqlangan holatini ko'rishlaring mumkin. Uncha joyda bunaqasi hali bo'lmagan. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib akamiz o'zlari mana shu ideyani berib qilib berishgan. Endi o'zlaring xolis baholab ketasizlar sifati, lekin gap yo'q. Men shu turib ko'rib, bunaqa aybini topolmayapman, to'g'risi. Sarg'ayib ketmagan, akfix ishlatilgan bo'lsa, umuman undan narsalar chiqmagan. Qoppog'ini ko'rishlaring mumkin. Yumaloq fasonda chaqlangan, pulunchlar ham chaqlangan holatda. Endi xonadon ichkarisini ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi ko'rishlaring mumkin. Bu fasonni trenddagi fason deyilar ekan, ustalar tilida. 85 bor bo'yi, 0 dan qoppog'igacha, pulunchigacha 85 sant chiqadi. Endi bunga ahamiyat berasizlar, nima ishlatilganligini. 0 oldiga zina pog'onaga o'xshab qalamcha, 9,5lik, 5lik, qalamcha, yana 3lik dilasi bor ekrani. Yana xuddi shu holat takrorlanadi, qoppog'i qo'yilgan. Qoppog'idan keyin обязательный pulunch qo'yilishi shart. Chunki uni chiroyiga chiroy qo'shadigan ham mana shu pulunch bo'ladi. Buni ko'rishlaring mumkin. Narx-navosiga qiziqqanlar bo'lsa, oxirida aytib o'tamiz. Xonadonimizni bir kuniga aylanib chiqaylikda nima ishlar bo'lganini. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin. Chiroyli holatda bo'lgan. Lekin ishlatilgan mahsulotlarni aytib o'tadigan bo'lsak, hammaga mana Porsche Akfix. Akfixni ko'pchilik ishlatishni uncha zo'r bilmaydi. Yangi shogirdlarga jo'natib qo'yasizlar, bilchillatib, betiga qaratib sepormasdan orqasiga ozgina sepsa, dog'lash umuman bo'lmaydi. Ko'rib turganlaringda umuman sarg'aymagan holatni ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda chiqqan. Akamlarning nomerlarini qoldirib o'taman sizlarga. Chiroyli holatda qilib, xuddi shu fasondan uyingizni to'liq qilib bitirib berishadi. Narxini-chi va shishkadan qilib berishadi. Xo'p, zina pog'onasini ko'rishingiz mumkin. Zinamizni chaqloviga endi yetib kelishdi. Taraqlari ochilgan holatda tarag'imizni ochib ketishimizdan asosiy ko'zlangan maqsad yomg'ir sochinda bilinadi. Chirqonib ketmaydi oyog'imiz. Birinchilarda uvol qilmaymiz. Atxotlarni uvol qilmaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi xotlar bo'ladi. Shuni ter tashlanadi, chiroyli holatda chiqadi. Zinalarimizga keladigan bo'lsak, mana bu tomonimiz hovlimizga zinaga chiqarish, chaqlov holatlari bo'lyapti. Xuddi shu holatda zina pog'onalari ketdi. Xo'p, zinamizning razmeri 95 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Pulunch qopoqlar qo'yilib, shapkalar chaqlangan holatda tepasiga O'zbekiston kafeldan terilgan. Xo'p, bunisi 60 ga 60, lekin chiroyli high-tech fason berib ketishgan. Akalar, mana shu xonadonimizga 140 kvadrat granit toshimiz ketdi. Narxiga qiziqqanlar bo'lsa, 130 ming so'mdan terib berish xizmati, chaqlovlari 25 ming so'mdan bo'ldi. Endi bitta kommentariyaga plus qoldirib ketasizlar. Narxi ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki xizmatlariga chiroyli narxlarda granit mahsulotlarini yetkazib beramiz. Inshaalloh sizlar uylaringni xuddi shunaqa holatda chiroyli qilib beramiz.